15 ming dollar bilan shunday biznes quraman degan biznesmen akalar uchun tayyor biznes olib qo'ydik. Bu joyimiz Toshkent shahar Yanshamovskiy rayonida joylashgan erkaklar kiyim do'koni. Tayyor biznes sotilyapti. Lokatsiyamiz yaxshi joyda joylashgan. Bu tomonda Tapovich mostdan kelish, bu tomonda fitness mix bor. Bu tomonda esa China House'dan o'tgandan keyin Almaz metroning shundoq yonida 27-do'konda tayyor biznes sotilyapti. Joyimiz arenda, adashtirib olmaysizlar. Tayyor biznes sotiladi. Hozirlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz biznesni. Kirishimiz bilan mana shunday atmosfera kutib oladi. Bu joyimiz общий kvadrati 90 kvadratni tashkillashtiryapti. Bu do'konda nari tomoni ham tayyor ijaraga berilgan ekan. Bu joyda egasida ekan. U joy ham xohlasalaringiz yana ko'tartirib 90-180 kvadrat qilib katta do'kon qilsalaringiz bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan hamma tovarlar bilan birgalikda stilyaj, mebel hammasi birgalikda sotiladi. Tayyor do'kon. Ko'rib turibsizlar, olasizlar, ishlatasizlar, bo'ldi. Tayyor holatda. Tomondan oyoq kiyimlar uchun ham joy qilingan. Konditsioner bor. Yozda salqin bo'lib turadi, ishlaydi. Kameralar hammasi ishlab turibdi. Tayyor holatda olish kerak, ishlatish kerak. Do'konimiz orqa tomonida shundoq Dilbog' mahallasi. Ko'ryapsizlar, katta mahalla, yo'l bo'yida karmashkada joylashgan. Menimcha 15 ming dollarga tayyor biznesni hech qayerdan topa olmaysizlar, ulgurib qolinglar. Bu videoni kiyim biznesini yaxshi tushunadigan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Bunaqa tayyor bizneslar bu pulga ko'p vaqt turmaydi, ulgurib qolinglar.